Assalomu alaykum. Toshkent Sobir Rahim Promzonadamiz. Parashkoviy kraska chiqazadigan оборудование sotilyapti. Egasidan. Savdalash avrasi, holati zo'r, ideal turibdi. Ozgina ishlatilgan ekan. Dokumentlari bor, Xitoy zavod ekan. Parashkoviy kraska chiqazadi. Sobir Rahimda turibdi. Mana shu ishga qiziqqanlar, mana shunaqa оборудование qidirayotganlar tez aloqaga chiqishinglar kerak. Ozgina pul kerak bo'lib qolgan ekan, оборудованиялар ko'p ekan. Temir kraskalaydigan pechkalari bor ekan, shu yerda temir mahsulotlarini yaxshi ko'chmaydigan kraskalarda kraskalab beradigan uslugalari bor ekan. Telefonlarni qo'yib qo'yamiz. Ukajonim kelishtirib berasa buni holati zo'r ekan. Telefon raqamingizni yozib qo'yamiz, Shahzodbek. Mana dokumentlari bor-a? Dokumentlari bor. Hamma yog'i ishlaydi buni. Hamma narsa ishlaydi. Siryo'larini ham olib kelib, hamma tanishlari, logistikalari, hamma svязлari bor. Nimani chiqazishlarni tushuntirib berasa, siryo qanaqa, masalliq, retsept hammasi o'rgatiladi. Patkulyuch, qayerga olib borib qo'yiladigan bo'lsa, olib borib qo'yishlari, o'rnatishlari, yig'ishlarigacha hamma narsasi patkulyuch tushuntirib o'rgatib borasiz. Hamma retseptlari, masalliqlari tashab kelinadi, aytib, o'rgatiladi 100%. Hech qanaqa sir-sinoati qolmaydi. Ishlatib kuncha tepasida turib berasiz, aloqada bo'lasiz. Buni umrining oxirigacha turib beramiz. Muammo yo'q. Buzilsa ham ustalari hamma tomonlama bor. O'zimizda vaqt yetishmayapti bu sohani, bu biznesni yurgizishga bo'ldi. Atak оборудование Xitoy toza, yangi оборудование. Anu naryoqda turgan mashina lentasi uzun, davomi bor-a buni. Buni o'zi emas, davomi bor. Salomat bo'ling, ukam. Kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Yaqin ukamizda bor ekan, shuni yoritib yuboringlar. Mana Xudo xolisi bahor ham keldi, yangi ishlarni boshlab yuboringlar. Yurtdoshlar salomat bo'linglar.